Da. Da. Chaqaloqning ilk til chiqishi va uni bosqichlarini bilasizmi? Chaqaloq miyasi juda tez rivojlanadi. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 2 yil ichida 100 minglab nerv aloqalari hosil bo'ladi. Bola tilining rivojlanishini asosiy bosqichlari: 6 oyligida bolaning ovoz chiqarishi va go kabi tovushlar imo-ishora bilan aloqa boshlanadi. 9 oyligida ismga javob bera boshlaydi, imo-ishora bilan so'z anglashga kirishadi. 12 oyligida mama, dada kabi oddiy so'zlar paydo bo'ladi. Bola sizga qo'l bilan ishora qilib nimadir anglatadi. 18-24 oyligida qisqa jumlalar, 2-4 so'zdan iborat bo'lgan so'zlashuv, tanish tana qismlarini nomlash boshlanadi. Ko'rsatkichlar har bir bolada o'ziga xos bo'lishi mumkin, lekin umumiy ko'rsatkichlar shunday. Bola birinchi so'zlarini yaqin odamlari, yaqin obyektlar haqida aytadi. Masalan, mama, dada, suv, non kabilar. UNICEF ta'kidlashicha, til ko'nikmalari, o'qish, yozish, ijtimoiy va emotsional rivojlanishga bog'liq. Har kuni bola bilan gaplashing, kitob o'qing, so'zlarni nomlang. Bola imo-ishora qilsa, javob bering. Agar 2 yoshida ham gapirishni boshlamasa, mutaxassisga murojaat qiling. Chaqaloq tilining rivojlanishi bo'yicha chek-list va foydali qo'llanmani olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plyus belgisini qoldiring. Telegram havolasini yuboramiz. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.